Orkestr. Orkestr so'zi qadimgi yunoncha orkestra, Yunon teatrida sahnaning old maydonchasi so'zidan kelib chiqqan. U qadimgi davrlarga borib taqaladigan bu jamoalar asrlar davomida takomillashib, bugungi ko'rinishga kelgan. Orkestrning shakllanish va rivojlanish bosqichlari 5 davrni o'z ichiga oladi. Birinchisi qadimgi davr va o'rta asrlar. Dastlabki ansambllar qadimgi Misr, Yunoniston va Sharq mamlakatlarida diniy marosimlar va saroy tantanalarida paydo bo'lgan. Cholg'ular turli-tuman bo'lmagan va asosan bir xil ohangda ijro etilgan. Ikkinchi davr Barokko davri. 17-asr. Yevropada zamonaviy orkestrning ilk kurtaklari ko'zga tashlanadi. Bu davrda torli kamonli cholg'ular asosiy o'rinni egallab, klavisin jo'r bo'lgan. 3-davr Klassik davr. 18-asr. Johann Sebastian Bach va Wolfgang Amadeus Mozart davrida orkestr tarkibida standartlashtirildi. Puflama cholg'ular, fleyta, gaboy, klarnet ham orkestrga qo'shilib, musiqiy joziba yanada boyidi. 4-davr Romantik davr. 19-asr. Ludwig van Beethoven, Berlioz va Wagner kabi bastakorlar orkestr hajmini 75-100 nafargacha ijrochiga yetkazishdi. Ko'plab yangi cholg'ular, xususan mis va zarfiy asboblar qo'shildi. So'nggi bosqich milliy orkestrning shakllanishi 20-asr. Yevropa simfonik orkestrlari bilan bir qatorda har bir xalqning o'z milliy cholg'ulari asosida orkestrlar tuzila boshlandi. Jumladan O'zbekistonda 1938-yilda O'zbek davlat filarmoniyasi qoshida xalq cholg'ular orkestri tashkil etilgan.